Slosni beyga bosilgan ekan Obujon aka. Bu yerga mana slosimiz bosilgan. Hop. Nechiga necha edi bu? 5 ga 4 joyga bosilgan. 10 tonna. 10 tonna. Sveji turadi mana salafanda. Svejni turibdi ekan inshaalloh. Qo'ya maza qilib edi jonivorni qarang-da. Maza qiladi. Keyin tagi salafani mana ikki tomondan o'ralgan bo'ladi, o'rta ochiq bo'ladi. Nimagaki nami o'zini o'zi tortadi. Chirib ketmabdi hammasi. Yo'q, hammasi mana. To'xtab turing, mana makkalari ham turibdi ekan. Sveji mana makkalari bilan turibdi. Hamma joyi zo'r holatda ekan. 30 litrlikmi bu qozon? Ha, bu 30 litrlik qozonimiz 5 kilo makka, 10 kilo bug'doy tashlaymiz. 5 kilo 10 kilo. Mana shunda to'la bo'ladi. Mana. To'la bo'ladi. Suvni to'ldirib quyish kerak. Suvni to'ldirib. Abitgacha qaynasa yetadimi bu? Abitgacha qaynasa yetadi. Abitgacha qaynasa yetadi. To'ladi qozon bilan, toshadi. 2 kunlik ovqati bo'ladi mana. 2 kunlik ovqati. Yaxshi qaynasa effekti yaxshi ekan. Effekti zo'r bo'ladi. Yozda buni qoplab qo'yish kerak ekan, aka. Yozda buni qoplab qo'yinglar. Eng qiziq mana qarangda. O'zi kambag'aldan boy qiladigan mana shu narsa pilisi bo'ladi-da. O'tin tomonlama, gaz tomonlama rasxod qilmaysiz. Bu cho'nchakka foyda. Cho'nchakka foyda. 500 mingga o'tinni sotib olib qaynatmaysiz. Buni o'zini shunday solib qo'yasiz, miltillab yemni pishiraveradi. Tagini ham olmaydi, tez qaynavermaydi. To'g'ri. Miltillab qaynaydi, maza bo'ladi. O'zidan o'zi chiqaradi. Qo'ydi qiyi. Shuni yozda hammasini qoplab qo'yilgan ekan-a? Qoplab qo'yasiz. Effekti yaxshi. Bir qopingiz ham ajat yo'qqa yetadi. To'g'ri. Assalomu alaykum kanalimizning ashaddiy obunachilari, bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz, qo'yish quvozlari, chorva quvozlari. Inshaalloh akalar, bugungi ham chiroyli video obzor bor. Inshaalloh qo'y boqishda, uy sharoitida oson usullarini sizlarga xudo xolasa mana shu Obujon akamiz bilan yetkazib o'tamiz. Videoni boshidan bittadan like bosib, kanalda yangilar obuna bo'lib turasizlar. Inshaalloh manfaatli video qilishga harakat qilamiz akalar. Xudo xolasa oson usulda uy sharoitida qo'yiladi, qanday boqish kerak, nimalarni bersa tezroq effekt beradi deb so'ragan akalarimizga qo'ldan kelganicha mana shu akamiz bilan yoritib beramiz. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turasizlar. Assalomu alaykum Obujon aka. Alaykum assalom. Bayramdan keling. Mazangiz yaxshimi? Mazangiz yaxshimi? Assalomu alaykum obunachilar. Hammani Alloh baraka bersin chorvasiga. Inshaalloh hammani qo'rasi shunaqa 100 yosh, 50 yosh qo'ylar bo'laversin. Xudo xolasa bugun manfaatli video bo'ladi degan umiddaman. Erinmasin, o'tkazmasin. Oxirigacha ko'rib turishadi, Xudo xolasa. O'zlaringga plus bo'ladi, minus bo'lmaydi hech qachon. Biz o'sha talabdorimiz bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlasizlar. Biz videolarimizni boshladik inshaalloh. Xudo xolasa qo'ylarimiz mana 30 ta soni batafsil yetkazib o'tiramiz, ha. Ma'lumotini beramiz, Xudo xolasa. Ketdik. Hop, Obujon aka, biz boshlayveramiz. Mana shu qo'rangizdan boshlaylik. Xudo xolasa qo'ra qurib, endi qo'y boqaman degan yangi bu chorvaga kirib kelgan akalarimizga noldan tushuntirib ketsa yaxshi bo'ladi. Qo'ramiz necha metr aka bu obshi? Qo'ramiz mana shu 40 ta qo'yga moslashgan. 40 ta qo'yga mo'ljallangan. Zonasi 15 metr. 15 metr mana akalar. 15 metr. 15 metr ekanda xolasa. Qo'rani ichi eniga 2,5 toza. 2,5. Ichi 2,5. 2,5. Mana yo'lagimiz 1,5. Yo'lagi 1,5 akalar, xudo xolasa. Xotirjam mana yerda yemini, hashagini aralashtirib bergani sharoiti zakonni qilib qo'yilgan. To'g'ri, sharoitlar ketilgan ekan. Hop, 4 metrga qo'yilgan. Bo'yi 4 metr ekan. Hop, ichi 2,5 qo'y turadigan yeri akalar. Hop, yo'lagi 1,5 metr, uzunasiga 15 metr. Hisobi bu yozgi kunida, qish kunida havo aylanishi apparatiga bo'lsin. Gazlanib ketmaydi. Ko'p qo'y portishgani har mana 1,5 metrga qo'yganmiz. Mana akalar. Tagida ham qo'yganmiz. Endi qo'ylar to'sib turibdi. Har bitta 1,5 tagida ham bor. Ha, turbadan qo'yib ketganmiz. Mana akalar. Turbalardan. Ko'rib turibsizlar. Havo aylansin. Tagida ham mana dimoxotlar qo'yib ketilgan ekan, xudo xolasa. Inshaalloh. Hop, hamma sharoit qilib ketilgan ekan, o'xirlar ham. Mana o'xirlarni ham chiroyligidan latokda qo'yganmiz. Mana tagini ko'targanmiz aka? Tagini mana betonga qo'yganmiz. Buni qo'yganimiz hisobi qo'ydi go'nga bu yoqqa chiqmasligi uchun. To'g'ri. Qiyimiz ko'tarilganda qiyinab tashlanadi, yana osonroq bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa 30 sent ko'tarilgan ekan tagi. Tagi 30 sent. 30 sent ko'tarilgan ekan akalar, qo'ylarni tagi, xudo xolasa. Pastda bo'lib qolmaydi qo'ylar. Egilib qolmasligi uchun o'xirda ham ko'tarilgan. O'xirda ham ko'tarilgan. Gavdasi pastga egilib ketmasligi uchun. Mana qo'ylarni holati. Mana. Inshaalloh. Bular sog'liq ekan-a? Bular sog'liq, soni 20 ta. Partiya qilib buni katta qilib qo'yilgan. Nimagaki? Klitka qilib bo'lib qo'ygansiz, xudo xolasa. Mana bo'g'oz qo'ylar ekan, 20 ta. Hop, o'shanda 20 ta narigi sal kichikroq ekan, 40 ta qo'yga mo'ljallagan ekansa qo'ramiz, xudo xolasa. Qo'ra 40 taga mo'ljallangan. 40 taga mo'ljallangan. Hop, bayda sog'liq-a? Bu yerda sog'liq. 20 tami bular?
Hammasi bo'g'oz. Xudo xolasa mana. Yem yeyishi, hop. 2 mahal yemaydi. Bularda oziqlanishi 2 mahal yemaydi-a? Oziqlanishi 2 mahal yemaydi, 2 mahal silos bilan kepak yeydi. Silos bilan kepak. Ertalabda mashlarga mash tog'oramizda. Mash tog'oramiz. Necha litrlik taxminan bu? Mash 10 litr. 10 litr. 10 litrlik. Mash idishchamiz mana metka qilib qo'yilganda, hamma metka qoladi o'zicha. To'g'ri. Bitta kosami, piyolami? Mana shunda 20 taga kuniga 10 ta tashlayman mana shunda. 10 ta. Nima u, kepakmi? 10 ta bug'doy bilan makka. Uni ham ko'rsatib o'tamiz video davomida, xudo xolasa. Bug'doy bilan makkadan 10 ta tashlaymiz, 5 ta kepak tashlaymiz aralashtirib, shunday mana shu 20 ta qo'yimga beramiz. Ertalabga, xudo xolasa. Hashakchi. Yeb bo'lgandan keyin ash tog'oramizda 2 tog'ora silos beramiz. 2 tog'ora silos edi. Bo'g'oz qo'yiladi. O'zini gapiryapsiz hozir mana. O'zi. Tog'orada 2 tog'ora silos to'kamiz. Yemini yeb bo'lgandan keyin. Yemini yeb bo'lgandan keyin. Oraliq masofasi qancha? Misol 7 da beraman deyapsiz yemini. 7 da berasizmi, 8 dami yemini? 7 da hozir endi kunlar uzayib qoldi. Kunlar nima bo'lib qoldi? Soat 7 da turiladi. Ana mana degancha soat 8 da qaraladi. 8 da o'sha 9 gacha mana shu qo'yni ichidamiz. Shuni ichidasiz. Vaqt ketadi. Chorvada baraka yaxshimi aka? Chorvada baraka tavsiya qilasiz inshaalloh. Nimagaki qo'yda baraka ko'p. Qo'yda baraka ko'p. Chorvada baraka ko'p. Nimagaki mana shu qo'ylar xudo xolasa mana 20 tami bo'g'oz. Eng qizig'i buni erta bahor xudo xolasa hosilini olinadi deydi-yu. Bittadan tug'sa 40 ta bo'ladi-da. 40 ta bo'ladi. Aksariyati 2 zax tug'ib 2 zax tug'sa undan ham ko'p bo'lishi mumkin, xudo xolasa. Undan ham ko'p bo'lishi. Buni shuni ino bola bo'lgandan keyin achib sotasiz 40 ta qo'y. Uniga yana yangilanaveradi. Yana daromad. Partiyasini o'zgartirib qo'yasiz, xudo xolasa. Keyin shu bilan yem hashagini yeb bo'lgandan keyin soat 1 da suv tutiladi. 13:00 da suv beriladi. Soat 1 da o'sha suv tutiladi. Keyin shu bilan soat 4 da yana qarashga kelamiz. 4 da yana. Kechki soat 4 da yemini yeydi. Haftor 7 bergan narsalarimizni yana beramiz. Qanday bergan bo'lsak, ana handayni beramiz. Keyin shu bilan oxiri silosini tashab kepagini beramiz. Tuzmi aka bu? Mana tuz, abzatini turish kerak. Tuz bo'lish kerak. Tuz mana yeb mana. Ko'rib turibsiz. Mana shular sattanga katta 10 kilolik tuz edi. Akalarda xolasa bu jonivor tili yo'q deydi. Menga suv ber, tuz ber deyolmaydi. O'zlaring o'sha ko'rib turgan bo'lsalaring, xudo xolasa ko'rib turgan bo'lsalaring, mana shu akamiz tavsiyasiga binoan, xudo xolasa mana tuz ham yonida turgan. Shu silosimizga mana somon borki, drabilkadan chiqarilgan mana. Maydalangani yana somon. Maydalanganini o'sha silosga aralashtirib bersak, tagi uyib ketmaydi. Ushasini ham aytib o'tib ketaylik obunachilarga. To'g'ri. Tagi uyib ketsa oyoq og'rib kelib chiqishi mumkin, gribol kelib chiqishi mumkin. Shuni ham obunachilarga aytib ketaylik. Bu birinchi partiyamiz mana boqilish sirlari mana. Xudo xolasa qo'ylar mana 3 oyda xudo xolasa o'ziga mana shu narsa 3 oyda tanib bo'lmaydigan darajada bo'lib ketadi mana. Ori, g'arib. Mana. To'g'ri. Mana shu qo'yam. Sekin ashuni yeb vaqtida, soatida farqini o'zgartirmay qarab turilsa, ozgina mehr berib va chin yurakdan bu shunda nima qilinadi? Hamma bekorchi. Ertalabga chiqib shu bilan vaqtini o'tkazadi, o'zi odamda ham energiyasi yaxshi bo'ladi, daromadiga pul qo'shilayotganini o'zi his qiladi. Qo'yda barakaga yaxshi aka? Qo'ydami inshaalloh. Ashetiga ma'qullar bittadan like bosinglar. Qo'y boqmaydigan insonlar ham qo'ydi boqinglar. Xudo xolasa Obijon dagar to'g'ri aytgan ekan deysizlar. Inshaalloh. Xudo xolasa. Xo'p, Obijon aka, bu qo'rada qo'chqorlar ekan, xudo xolasa. Qo'rada qo'chqorlar. Buni ajratib qo'ygan sabab bu yerda 6 ta. 6 dona. Bu tomonida 4 dona. Tomonida 4 dona. Buni qo'ygan sababi nimagaki, bular bir-biri bilan suzishganini o'zi odam farqlaydi-da. To'g'ri. Suzishib qo'ysa aylanib nobut yetib qolishi mumkin. Shuning uchun sherigini xillab qo'yib qo'yilsa suzishmaydi. Mana ko'rib turganingizdek 6 ta suzishmaydi, boshqa qilmaydi. O'zi hamma sherik ekan-da bular. Bular 4 tasi. Katta qilib ham ajratib qo'yasiz. Tuzlari bor ekan. Tuzlari abzatini turadi. Silosi kepagini yeydi mana. Chiqindisi oxiri chiqindisini olib turib tagiga tashlaveradi. Tagiga ketaveradi o'zi. Tagiga ketaveradi quruq nimasiga. Hop. Boqishim xuddi bularkini ham sog'liqqa qanday qarayib turgan bo'lsak, ashuni o'zini qilib qaraysiz. Qaraymiz. Mana shu 6 ta qo'chqorga 6 kasa yemini beriladi bug'doy bilan.
bug'doy makka. Qanchaga to'g'ri keladi shu? Bir kunda necha pul yeydi shu bitta qo'chqor misol? Bitta qo'chqorimiz bir kunda yeb, yem hashaga hamma yo'g'on qarasa 5000 so'mdan yeydi. 5000 so'mdan yeydi. 4000 so'm, 5000 so'm. O'rta maksimalni olaylik 5000 so'mdan yeydi. Ha, bir oyga o'shanda 150 ming to'g'ri kelaygan-a yeyishiga. 150 ming bitta qo'y. to'g'ri kelganda 3 oyda tayyor bo'ladi. Boring 4 oy deylik. 500 ming, 600 ming rasxat qilasiz, lekin effekti yaxshi. 600 ming so'm, 5 millionga olgan bo'lsangiz 5 million 600 ming so'mga tushadimi? 7 million, 7,5 million so'm sotasiz. Inshaalloh, xudo xolasa. Effekti yaxshi. Effekti zo'r. Qo'ydi o'zi bir haftada buni badanda ushaganda odam sezadi. O'ziga yuqyaptimi, yuqmayapti. Yuqmayapti turganlar ham bo'ladi-da, bu nimaning hisobiga? Gijjasi bo'ladi, tish g'ichillatishi bo'ladi. To'g'ri. Yo'tali bo'lishi mumkin. Yetishmayapti turgan bo'ladi. Ushasiga ham fonni, vitaminlik hamma narsasini olib kelib qo'yganmiz, uni ham video davomida hozir ko'rsatamiz. Bu yerda mana 4 tasi bor. Bulari ularga qaraganda jicha ozroq edi. Nisbatan bular sal kichikroq. Bular kichikroq. Necha oylik qo'zilar endi bular? Bular qo'zish kerak. Ha, 6 oy, 7 oylik qo'zilar. Bularchi? Bular 8 oy, 9 oylik. 8 oy, 9 oy. Tish yorishga kelmagan ekan Yo'q, hali. hali kelmagan. 2 oy bor ekan. Jonivorlar hali qo'zi. Jonivorlar. O'shaning hisobiga bular ko'taraveradi. O'shaning hisobiga bir kasadan beriladi bunga. Bu aka bitta savolda. Vohani qo'ylari ishkiliga adashmasam. Bular Surxondaryoni qo'ylari. Surxondaryo go'sht yo'nalishga yaxshi effekt beradi bu. Ha, go'sht yo'nalishiga bular kalta yerga yaqin polvon qo'ylar. Mana, kela. Dumbani ham zakonni beradi, badani tez it oladi. Go'sht yo'nalishiga Go'sht yo'nalishiga tavsiya qilamiz. Mana Surxondaryoni mana. Endi liniyaga, zotga qirg'izni qo'yini tavsiya qilasizmi aka? Qirg'izni qo'ylari liniyasiga, zotga, boshqaga. Nimagaki ular suyagidor, no'cha oyoq qo'l uzun bo'ladi ular. Uzun bo'ladi. Bular go'sht yo'nalishi. Bular go'sht yo'nalishiga da xolasa. O'shaning uchun buni ham desa pulida ham tog'day farqi bor-da. Qirg'izistonda qo'yda sifati bor. Bunday mana shunday qo'zini olsangiz ham bo'lmadi deganda 8 million, 10 millionga olasiz. Buni 5 millionga olasiz. Oddiy, qisqa qilib aytganda, videomizda endi plyus bo'ladi, hammasini ikir-chikirigacha mana aytib o'tyapmiz. 10 millionga bitta olmaysiz, 10 millionga ikkita tashlaysiz go'sht yo'nalishiga. 125 mingdan so'yib beraverasiz. 120 ming bo'lyaptimi? O'sha necha puldan bo'lsa so'yib berasiz. Go'sht yo'nalishiga ham bo'laveradi, ketaveradi. Effekti beradi inshaalloh, xudo xolasa. Buni abzatini tuzi turish kerak. To'g'ri. Yem. Vitaminlarini tanishtirib o'tsangiz aka. Hop, bularni ishtahasini masalan yemak qo'ygani bo'ladi, mana albinni olib kelamiz. Mana albinni. Har bitta qo'yga buni 10 grammli shpritsda bittadan beriladi. Buni haligi bir ikkita qo'y baxt sirlari qildik-da sizdan oldin. Misol qo'yni olgandan keyin yemga tashlashdan oldin ham bir qor emlayman deb aytib, siz ham shunaqa qilasizmi? Hop. Qo'yni olib kelgan kuningizoq o'zi buni albinini, hamma yo'g'ini, vitaminini berib, koroni qig'izdirib, keyin qo'raga kirgizasiz. Nimagaki oyog'i og'rig'i bo'lishi mumkin. Bir-biriga yuqmasligi uchun shamollash bo'ladi. Bir xilda yuqmagani bo'ladi, bir-biriga yuqib, bu ham haligi girib sing'ani bir-biriga yuqib ketadi-da. O'shaning uchun ko'payib ketishni oldini olish maqsadida. Oldini olish, erinmash kerak. Erinmaslik kerak, to'g'ri. Shunday hammasini vaksinasini qilib tashlansa, effekt yaxshi bo'ladi. Albin beriladi, endi ishtahasiga da xolasa. Ishtahasiga albinni beriladi. Keyin mana universal ukorimiz bor. Gijjaga, tish g'ichillatish, mana. Hammasiga, shamollashiga, yo'taliga, burni oqishiga, mana shu hammasi qilinadi. Ukorini 5 grammdanga qilib chiqiladi. Keyin bo'kib qolishi nimasiga mana gastritimiz bor. Oshqozonni tozalaydi bu. Bo'kib qolsa. Qo'yim nimaga yemayapti ekan, xomush turibdi ekan, qassob chaqiraymikin deydi-yu, unaqa emas. Shunaqa qo'ylarimiz qo'raga mana oxirga kelmayaptimi, bo'kkan bo'ladi. Afzatini mana gastritga borib turib, o'zini aralashma dorisi ham bor. Aralashma dorisi ham bor. Ha, ushasini qo'shib turib, 10 grammdan shpritsda haydab qo'yilsa, har bitta qo'yib. Ha, ertalab bitta haydab qo'yiladi. Keyin kech tomon bitta haydaladi, o'zi ertasiga o'zi chiroyli bo'lib, yaxshi bo'lib qoladi. 2 mahal. 2 mahal qarab qo'yish kerak. Shu bilan o'zi zakonov qil. Nabodanda ko'z yashlanyapti deydi-da, o'shani ham aytib o'tib ketadi. Ha, ko'z og'rib shu shamollash. Ko'z og'rib, shamollash. Mana shu bitta qo'yimda ham ko'zi og'rib qolgan edi. Mana shu qo'yimda ham mana. Ko'rganmisiz? Mana ochilib, zakonov qoldi. Shunga mana maza bor o'zini. Mana, maza bor. Nima? Mana yozuvini ham ko'rib olishsin-da, mana obunachilar. Mana akalar. Mana shu glaznoy mazidan shuni ko'zga shamollashga shunday qilib qo'yadi. Ertasiga o'zi qoladi. Bittasiga qoladi. Bir kunda effekt beradi. Effekti beradi. Ko'ziga oq tushib qoldi, boshqasiga ham hammasiga effekti beradi. Beraveradi. Xudo xolasa. Mana akalar, xudo xolasa
qanaqadir savol va takliflaring bo'lsa, kommentariyada qoldirib ketinglar. Inshaalloh qo'ldan kelganicha akalar javob berishga harakat qilamiz. Hop, aka, buni yemini ko'rsatib o'tamizmi bir xil? Buni yemini hozir ko'rsatib, uni ham ko'rsatamiz. Ketdik. Hop, Objon aka, bu silosmi endi? Hop, mana buni ham bitta obunachilar endi haligi boqsizlarga nima qilib ketishdi? Svejni turibdi aka. Svej mana silos qarangda. Donlik hammasi. Mana nimaga uyda nimasiga qilib qo'yilganda 5 ga 4 da. 5 ga 4 joyga bosilgan. Nechta tonna bosgansiz bega? 10 tonna bosilgan. 10 tonna bosilgan. 10 tonnani bosib chiroyli qilib tuprog'i bilan ustini ko'mganmiz. Mana tagida ham mana salafan turish kerak. Nima hisobiga? Chirib ketmasligi. Keyin bu tomonda ham salafan bo'ladi, o'rtasida mana salafan bo'lmaydi. Nimaga bo'lmaydi? Buni silosda o'sha yozgi kunda bosganingizda suv bo'ladi. Bosgan sari suv bo'ladi. Bu hamma yoq g'ib bo'lsa chirib ketadi. O'shaning uchun buni suv namini tortish uchun orasida ozgina mana ochiq bo'ladi. Mana ochiq joy. Yarim metr joy ochiq turadi. Xolosa Keyin silosimiz mana hammasi effekti zo'r turadi. Svejni. Svejni. Qo'ylar maza qilib yeydi. Yo'q. Bahorgacha yetadimi? Yarmini berib qo'yibsiz o'zi buni. Hozir yarmini yildi. Yarmi qoldi. Yarmi o'sha bahorgacha yetadi. Buni qo'yib qara, svejni turibdi mana. Mana. Qara. Chirib bir ko'panak bosmagan. Hammasi konkretni turadi. Konkretni turibdi. Ashunga ham e'tibor berish kerak. Salafandi ham chiroyli qilib trombobka qilib bosilsa, tuz qo'shasizmi, qo'shmaysizmi bunga? Tuz, somon qo'shsa ham bo'ladi. Bo'laveradi. Lekin qo'shmasa ham bo'laveradi. Qo'shmasa ham bo'laveradi. Yo'q, qo'shmaganman. Nimagaki? Ko'p chanqatadi deydi-ya, tuz qo'shsa. Tuz, somon qilsa quruq bo'lib qoladi. Nami qochgandan keyin qo'ylar ko'p chanqaydan bo'lib qoladi. Buni o'zi holati bilan suv bilan turadi. O'zingizga piylisi kam sug'oradi. Ketdi. Yemini ko'rsatib o'tiramiz endi aka. Yemini ko'rsatamiz. Objon aka, bu makka bilan bug'doyni qaynatilganimi endi bu aka? Bu qaynatilgani mana aytganimizni, buni makkani qarang kattaligi. Pishib ketibdi-a. Bug'doyda qarang. Ko'paygan ancha. Buni nima hisobiga aytiladi? Mana qozonimiz 30 litr. 30 litr. Oddiy o'sha uy sharoitida boqadigan insonlarga tavsiyamiz 30 litr bo'lsa, 5 qop, 5 qop deyman, 5 kilo makka, 5 kilosi makka, 10 kilo bug'doyni tashasa, 10 kilo bug'doy tashash. Mana shu yarmida bo'ladi o'zi. U suvni to'ldirib kuyasiz, to'ldirib kuyganini oxirigacha. Mana shu bilan to'ladi, to'lgandan keyin shuni qaynatasiz. Ertalabda tashab qo'ysangiz, abidga tayyor bo'ladi. Kechki tomon bersa bo'laveradi. Necha kunga yetadi aka mana shu bir qozon? 2 kunga yetadi. Asha 40 ta qo'yga 2 kunga yetadi. 2 kunda yeb bitiradi. Nimagaki? Silosi bor, buni bor. Hammasi. Effekti yaxshimi aka buni ham? Effekti zakonni. Nimagaki? Ko'pchilik o'zi shunaqa beradi. Ko'pchilik nimagaki? Uy sharoitida bu haligi oson usulda, effekti ham yaxshi. Tejamkorligi deydi. Tejamkor, to'g'ri. Pulingga baraka qo'shiladi-da. Nimagaki buni quruqcha bersa ham bo'ladi. Rasxod ko'payib ketadi unda. To'g'ri. Rasxod ko'paygan bilan bu dehqonlar nima o'nar? Rasxodni kam qilib, mana shu narsani ham effektini qilib 3 oygacha qilsa, buni shishadi. 3 oygacha rejimda bersa, siz aytgan effektni beradi. Nimagaki mana narsa ko'payadi. 2 barobar, 3 barobar plus bo'ladi. Qo'ylar ham maza qilib yeydi, unisiga uncha-muncha bo'kmaydi. Boshqasa hazm qilishi zakoni bo'ladi. Mo'l, ayniqsa bug'doy mana siqimlaganda mana. Ko'rdingizmi? Siqimlaganda o'zi ezilib ketadi. Yaxshilab qaynatish kerak buni. Yaxshilab qaynatish. Yaxshilab qaynatilsa, o'zi barakali bo'ladi. Kechgacha qaynatsa ham bo'laveradi. Unda vaqt mo'mi olib ketsa kerak, zo'r bo'lib ketadi. Qo'ylar maza qilaveradi, lekin abidgacha qaynatsa. Abidgacha vaqtdan ham yutasiz-da. Bo'ldi. Shu endi beriladigan yemlar. Keyin buni tagiga o'tinni pulga sotib olish ham shart emas. O'zini qiyi bor. Mana ashini ham ko'rsataman. Bu o'tindan ham haligi nima deydi? Plus bo'ladigan tarafini aytaman-da. O'zini o'zi qoplaveradigan haligi ekan. Mana. Mana haligi qiyi mana, oddiy qiyi mana, o'zidan tagidan chiqqan narsa. Yozda ko'chirib qo'yishsa, yozda ko'chirib chiroyli qilib optoga qo'yib qo'yilsa, qoplarga solib qo'yishdi mana. O'zi lapatkada olib qo'yib qo'yiladi, quriydi. O'tinda shunday ilashtirib olgandan keyin ikkita tashab qo'ysangiz o'zi miltillab abidgacha yonadi. O'zi qoplaveradigan darajada effekti bor, barakali bor. Qo'y haqiqatan barakasi. Somoni chiqadi, chiqindilari oyoq tagiga sochib yuboriladi. To'g'ri. Nami bilan o'zi go'ngi bilan aralashadi-da bu. Mana qopga chiroyli qilib, sanjoq qilib solib qo'yishgan ekan. Hammasini qopga solib qo'yish. Soqqasiz mana. Sanjoq sarishta qilib solib qo'yishgan ekan, inshaalloh. Asha yemni tagiga yoqib bersalar bo'ladi. Boshqa o'zi junini, boshqasi hammasi qiy bo'ladi. Zakon. Hammasi yonib, o'sha yemni pishirishga effekti yaxshi. O'tin tomonlama ham yutug'i bor buni. O'tinga ham pilisda.
Masalan 100 mingga bitta palkani sotib olaman demaysiz, bir oyda 500 mingga olaman demaysiz. Gazra sotqilmaysiz. Gazra sotqilmaysiz. O'zini o'zi qoplayveradi. Effektini beraveradi degan darajada. To'g'ri, gap yo'q aka. Sizlar ham maslahatingizga inshaalloh Xudo xolasa yangi qo'y boqaman degan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Hop, Obujon aka 1 kunlik yeb ichishi, ukol dorisi hammasini aytib o'tdik. Obunachilarga manfaatli video bo'ldi degan umiddaman aka. Endi ashaytiga qo'llab-quvvatlab, bittadan like bosmash kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarga plyus tomoni, mana shu ukamiz sizlarga yordam berdi. Gap so'z yo'q. Fikrlaringni, izohlaringni kommentariyada qoldiringlar. Mana boqish sirlarini, o'zini o'zi qiyidan chiqadi o'tini, o'zi yeydi, hammasini mana. Mana shu narsa mana tashlanadi, mana tagiga tashab qo'yiladi, ketadi. Ha, yozda ko'chirib olishsa, ha, bitta narsa qolib ketdi. Oddiy suv sug'orishda ham mana shuni aytib qo'ying-da, arig'idan olib kelib shunda tutmang, shamollab qoladi-da. Mo chaynakda, mana chaynakda issiq suv bo'lsa, mana paqirimiz mana shunda yarim paqir muzday suv. Issiq suv shunday ilitsangiz iliq bo'ladi. Iliq suv beraverish kerak qish kunida. Nimaga? Qo'y shamollamaydi. O'zimiz ham sovuq suv ichsak shamollaymiz. Xuddi shunaqa. Odam sing'arini qo'yadi. Bunda tili yo'q, zaboni yo'q akalar. Menga berish kerak. Demaydi. Shu yertaga manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosinglar. Xudo xolasa chiroyli videolar mana shu kanalda chiqaveradi. Inshaalloh to'xtash yo'q. Hammani Alloh baraka bersin. Chorvasiga mana qo'rani ham tindirib, sharoit qilinglar. Xudo xolasa 100 yosh, 200 yosh xonadonlaringda mana shunaqa qo'ylar ko'payaversin. Xudo xolasa. Obujon aka, sizga ham chorvangizga Alloh barakasini bersin. Bizga vaqt ajratganingiz uchun, obunachilarga jichcha bo'lsa ham shu ma'lumotni ulashganingiz uchun avvalo sizga obunachilar nomidan, o'zim nomidan rahmat aytib qolaman aka. Xudo xolasa mana shunaqa foydali maslahatlar bilan chiqib turasiz inshaalloh. Xudo xolasa yana yangiliklar bo'lsa, Xudo xolasa qo'ldan kelganicha chiqarib beramiz. Chiqarib beramiz. Xudo xolasa. Akalar, biz videoyimizni yakunlaymiz inshaalloh. Bugungi videoyimiz hammaga ma'qul keldi degan umiddaman akalar. Yangi qo'y boqishni boshlagan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Bu videoni ko'rib ozgina bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'lgan bo'lsalaringiz biz bundan bag'oyat xursandmiz. Inshaalloh mana shu kanalimiz yangi akalar. Paddeshkani qilib qo'llab-quvvatlab, like bosib, obuna bo'lib turasizlar. Inshaalloh sizlarga chiroyli video chiqarishda qo'y boqish sirlari bo'ladimi, chorva savdosi hamma yo'q haqida inshaalloh qo'ldan kelganicha akalar video chiqaramiz. Prosta tak ozgina vaqtlaringni ketkizib ko'rib tursalaring bo'ldi. Va xolasa hammasi zo'r bo'laveradi. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Hammani uyida mahna qo'ylardan baqish nasib bo'lsin. Obujon aka, sizga shu rahmat. Sog' bo'lasiz ham. Chorvasiga Alloh baraka bersin. Hamisha mana bunday hamjihatlikda bo'laveraylik. Qanaqa ma'lumot bo'lsa, qo'ldan kelgancha yana obunachilarga yetkazib o'tasiz, xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar. Hammalaring uchun, e'tiborlaring uchun rahmat aka.